Qiz bola uzatildimi, unga boshqa bir oilaning vakili sifatida qaraladi. Hatto uyiga borish ham uyat hisoblanadi. Shu sababdanmi ko'pchilik o'zbek oilalarida uzatilgan qizning ro'zg'origa aralashilmaydi. Nima bo'lsa, o'sha uyda bo'lsin. Uydagi gap ko'chaga chiqmasin deyshadi. Lekin har doim ham bunday yo'l tutish to'g'ri bo'lavermaydi. Hayotiy hikoyalarning bugungi qahramoni o'z qizining boshidan o'tganlari haqida hikoya qiladi. 3 qiz, 2 o'g'il farzandim bor. O'g'illarimni uylantirib, qizlarimni joy-joyiga qo'ydim. Faqat kichkina qizim qolgandi. Bo'y yetgani sari oqi og'ga, qizili qizilga bo'lib, juda chiroyli qizga aylandi. Kollejda 1-kurs paytidan uyimizdan sovchi arimasdi. Otasi bilan maslahatlashib, o'zimizga ma'qul bo'lgan bir oilaga beradigan bo'ldik. Hali o'qimoqchiman, shoshilmanglar, dedi qizim. Yonimga olib tushuntirdim. Bolam, sovchilar bir yopirilib keladi. Keyin asta-sekin qadami uziladi. O'qishingga qarshi emasmiz. Peshonangda bo'lsa, to'ydan keyin ham o'qib olaverasan. O'zimizga mos, yaxshi oila ekan. O'qisang, ishlasang u o'zingga munosib bunday joy qaytib chiqmasa-chi? Qiz bolaning baxti oilasida. Ana opalaring ham o'qimadi, lekin kam bo'lishmayapti, deya tushuntirdim. Kollejni tamomlashi bilan to'y qilishga kelishdik. Fotiha ham bo'lib o'tdi. Ayni imtihon paytlari edi. Ham to'y tashvishlari, ham kursdan kursga o'tish imtihoniga tayyorlanish bilan qizim juda charchab qolgani shundoqqina sezilib turardi. Shunday kunlarning birida shoshib yo'lni kesib o'taman deb avtohalokatga uchradi. Shifoxonadan telefon qilib aytishgandagi holatni tasavvur qila olmaysiz. Qattiq qo'rqqanidan komaga tushib qolgan ekan bechora bolam. Jarohati u qadar og'ir bo'lmasa-da, tuzalishi juda qiyin bo'ldi. Oyoqqa ham turdi, ammo gapirmasdi. Ko'rsatmagan doktorimiz, olib bormagan joyimiz qolmadi. Hamma bir xil gapni aytar. Mo'jiza sabab tuzalishi mumkin derdi. Qudalar uzr aytib to'yni to'xtatdi. Bu qizim uchun ikkinchi zarba bo'ldi. Nafaqat qizim, balki men ham ancha vaqt o'zimga kela olmay yurdim. Go'zalligiga oshiq bo'lib, eshigimizni teshkuday bo'lib kelayotgan sovchilar o'z-o'zidan g'oyib bo'ldi. Soqov kelin hech kimga kerak emasdi. Taqdirga tan bergan qizim imo ishoralar bilan gaplashishni o'rgana boshladi. Men esa uning gapirib ketishidan umid uzmasdim. Uyimizni taqillatib yana sovchi keldi. Bu safar turma soqov yigitdan. Yoshlar bir-biri bilan uchrashdi. Imo ishoralar orqali gaplashishdi. Bir-biriga ma'qul bo'lgan, shekilli qizim o'zlaring bilasizlar deb yozib berdi. Shu bilan tinib tinchib ketsa qaniydi. Barcha tashvishlar keyin boshlandi. Orqama keyin 2 farzandli bo'lishdi. Tillari burro chiqsin deb har kuni Xudodan so'rashimni so'z bilan tushuntirib bera olmayman. Ming shukr, tillari chiqib, ota-onasi uchun ham gapiradigan bo'lishdi. Qizim 2 kelinning kichkinasi edi. Qaynonasi ishdaligida qizim kun bo'yi ro'zg'ordagi barcha ishlarni qilar ekan. Ovsini qaynonasi kelish vaqtiga yaqin uydan chiqar ekan-da, hamma ishni men qildim deb aytar ekan qaynonasiga. Qizim gapira olmasa, nima ham qila olardi? Odatda o'zbek oilalarida kichik o'g'il ota-ona bilan qolib, katta farzand alohida uy-joy qilib chiqadi. Lekin negadir quda tomon kichik farzandlarni bog'laridan loysivoq 2 xona uy ko'tarib ko'chirishdi. Ro'zg'orini alohida qilib qo'yishdi. Ikkisi ham gapira olmasa, nega unday qildingiz degim keldi. Biroq andisha qildim. Mayli, bir kunlarni ko'rishar, biz yordamlasharmiz dedik. Bola pulini qudam o'zi olardi. Alohida ko'chirganidan keyin ham qizimga bermadi. Ro'zg'ori boshqa bo'lganidan keyin endi bermaysizmi? Bir kamiga ishlatsin degim keldi. Yana tilimni tishladim. Bir kuni qizimni bozor suyab olib kelishdi. Rang-ro'yiga qarab bo'lmaydi. Shifokorga ko'rsatdik. Umid yo'q. Ukol dori bilan 2-3 oy yashashi mumkin dedi. Qizim qattiq shamollagan ekan. Odatda kasal bo'lsa, uyimizga jo'natib yuborishardi. Bu safar
Shifoxonada haydovchi bo'lib ishlaydigan qaynakasi o'zicha davolabdi. Noto'g'ri muolaja sabab ahvoli og'irlashib boravergan. Ko'plab shifokorlarga ko'rsatdik. Barchasi shu ahvolga kelguncha ham qaramaysizlarmi deb urishardi. Shifoxonaga yotqizdik. Lekin umid yo'q deb uyga qaytarib yuborishdi. Uyda qaray boshladik. Baxtimizga asta-sekin o'ziga kela boshladi. 6 oy deganda sog'aydi. Kasal yotganida, yordam kerakligida qorasini ham ko'rsatmagan qudalar tuzalganidan so'ng ko'rinish berib qoldi. 2 bolasi bor. O'zi ham qaytishni xohladi. Nima ham qilardik? Uyiga qaytdi. Birozdan so'ng eri chet elga qurilishda ishlashga tanishlari bilan birga ketdi. Bu vaqtda qizim 3-bolasiga homilador edi. Bir kuni qudam telefon qildi. Qizingizni olib keting, bir nima qilib qo'yishim mumkin deb. Yuragim yorilay dedi. Qanday yetib borganimni bilmayman. Salom alayk qilmasdan qaynonasi qizimni yomonlashga tushib ketdi. Mening ham sabrim shu yergachaligini tushunib yetdim. Shuncha payt indamay kelganim yetar deb to'g'ri nogironlar jamiyatiga bordim. Bolamni uyda shunday ahvol, menga bitta psixolog bilan bitta tarjimon beringlar dedim. Ularni olib qizimning uyiga qaytib bordim. Ma'lum bo'lishicha, eri chetga ketgani uchun qizim bolalarining pulini o'zi olayotgan ekan. Shu pullarni bir oyga yetkazib, ro'zg'orini amallab turibdi ekan. Eri jo'natgan pullarni esa qaynonasi olar ekan. Sen pulni havoga sovuryapsan deb rosa janjal qilishibdi. Bola puli 800 ming so'm. O'zining nogironlik nafaqasi bilan 1 milliondan bozor o'tadi. Shuni amallab ro'zg'orini o'tkazib turganiga rahmat deyishmaydimi? Qizimni o'lar holatga olib kelganda ham ular bilan yaxshi yomon bo'lmagandim. Lekin sabrning ham chegarasi bor-da axir. Qaynonasining oldida homilador holingga ish qilma, o'zingni asra dedim. Qudam inday olmay qoldi. Qiz uzatgan onalarga 2 og'iz gapim bor. Qizimni egasiga topshirdim. Ko'nglim tinch demang. Har kuni borib ro'zg'origa aralashing deyishdan yiroqman. Lekin qizingiz qanday ahvolda? Oilasida unga qanday munosabatda bo'lishadi? U o'zini qanday his qilyapti? Ana shular bilan qiziqib turing. Qizingizga nimadir bo'lsa, qaynonasi nari borsa, kelinim yaxshi edi deydi. O'g'liga boshqa qiz izlashga tushadi. Kuyganda siz kuyasiz. Azoblanganda bolangiz azoblanadi. Shuning uchun uning ruhiyatidagi o'zgarishlar bilan ham qiziqib turing. Ajrashtirib olib ketish bunday vaziyatda yashatishdan oson. Lekin qizim ham, men ham qiyin yo'lni tanladik deya hikoyasini yakunladi ona. Onaning aytishicha, qizi va kuyovi bir-biriga ko'ngil qo'yib bog'lanib qolgan. 2 yorti bir butun bo'lishgan. Shu boisdan ajrashmaslikka qaror qilishgan. Agar hikoyamiz sizga yoqqan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'ling, videoga like bosing va izoh qoldirib, mehnatimizga baho bering. Yangi hikoyalar bilan yana uchrashamiz.